Men to'yda ham kuylagan qo'shiq aytsam bo'ladimi? Aytmasam, aytolmasam, dardim bo'lish olmasam, senga ham aytmasam, kimga aytaman degan hasrat degan. So'zlarda yaxshi bo'ladigan so'z, hasrat. Men 6 yil oldim. O'zbek tilini o'rganishni boshlaganman, lekin o'zim Yaponiyada o'zim o'rganganman. Kitob orqali juda qiynaldim. Lekin O'zbekistonga 3 yil oldin keldim. Kelgandan keyin odamlar bilan gaplashib, o'tirib o'zbek tilini o'rgandim. 3 yil oldin O'zbekistonga birinchi kelganda men O'zbekistonda ishlamoqchi edim, yashamoqchi edim. Shuning uchun keldim. Sevgi yo'q edi. Keyin o'tgan oy uylandim. Shu ham bor, lekin ayolim yaponcha ham biladi. Yaxshi biladi. Qanchalik qulay? Qanchalik qulay? O'zbekistonda yashash uchun juda bilmasa bo'lmaydi. Yasha olmaydi. Juda mazmunli bo'ladi. Masalan, darsda ham faqat yapon tili bilsa, dars o'tish qiynaladi. Lekin o'zbek tili bilan, yapon tili bilan aralashib dars o'tsa, talabalar ham oson tushunadi. Men qo'shiqni yoqadi menga. O'zbek ashlarini tinglashni, kuylashni juda yoqtiraman. Shuning uchun o'zbek tili bilsa, yana ham yaxshiroq bilsa, yana ham yaxshiroq matn ma'nosi ham bila oladi. Juda qiziqarli bo'ladi. Hozir men yapon tilini dars beryapman. Kafedrada, yapon tili kafedrada 10 dan ortiq yapon ustoz bor. Yaponiyadan kelgan ustoz bor. Juda ta'lim kuchli bo'ladi. Yana talabalar ham har kuni jiddiy dars ko'ryapti. Yana ham biz kafedramizni yaxshi bo'lishini, rivojlanishini xohlayman. O'rgatadigan tilni nafaqat yaxshi bilish, yaxshi o'rgatish kerak. O'rgatish metodikasi ham yaxshi rivojlanish kerak. Faqat til bilsa ham bu yaxshi ustoz, yaxshi o'rgatadigan degani emas. Yaxshi o'rgatish uchun metodikasi ham rivojlanishi kerak. Qanaqa til bo'lsa ham, til rivojlanishi uchun ustoz bilan talaba orasida kommunikatsiya qilish kerak. Doim shu tilda savol berish kerak. Shu tilda talabalarga ham javob berish kerak. Savol-javob kommunikatsiya qilib yaxshi bo'ladi.